Dastavkalarni olib keldim. Bu yerda qoldira qol. 10,5 ta to'plam. Shundaymi? 170 ming won bo'ldi. Siz to'laysizmi? Naqd pul beraman. O'zgartirishni keragi yo'q. Agarda 10 ta kupon yig'sangiz, bitta chekin bepul. Mana. Yoqimli ishtaha. To'xta. Oh, yo'g'ni hidi. Arzon tovuq baribir farq qiladi. Sen bizni buni yesin deb olib keldingmi? Men buni har kuni yeyman. Dadamning tovug'i juda ham mazali. Siz hattoki tatib ham ko'rmadingiz. Shundaymi? Unda o'zing ye. Bolalar, yaxshilab o'qinglar. Unga o'xshab tovuq yetkazib berishni xohlamasanglar. O'ldim deyaver. Oyim seni oson ichib hech qo'ymaydi. O'guhi, haqiqiy jangchi ekansiz. Ammo yuzingiz rosa jarohatlanibdi-yu, ha? Yuzingizga nima qildi? Og'riyotgandir-a? Uning yuzi menikidan bettar. Xanyurani tashqariga. Mening qizimning yuziga kim bunday qildi? Chiqinglar. Kim edi? Senmisan? Senmisan? Oyi, u. Qo'limga qo'yib bor. Nima qilyapsan? Sizlar o'rtalarda nima bor? Sizlar hali yosh bo'lasizlar. Hazil qilyapsizmi? Qo'yib bor. Voy, men seni osonlikcha qo'yib bormayman. Mendan qochib ketaman deb o'ylayapsanmi? Xonim, rostdan kelibsiz-a? Maktabda bunday qilish mumkin emas. Sinf rahbarimisan sen? Ha, siz hattoki o'qituvchiga ham o'xshamaysiz. Nima? Voy, buni hozir haydab yuboring. Oxirgi unday bo'lsa, men ta'lim vaziri bilan gaplashaman. Sizni birinchi bo'lib ishdan bo'shatadi. Birimchilik bular. Men qo'limdan kelganini qilyapman-ku. Tushuntirishni keragi yo'q. Uni hoziroq haydab chiqaringlar. Haligi xonim, avval nima yuz berganini tushuntirib berishsin. Uni yuziga qarang. Men buni ko'raman. Shunchaki qarab turishim kerakmi? Haligi bizni guhiyimizga ham qaranglar. Uni ham yuzi jarohat olgan-u. U menga birinchi tashlandi. Men hech narsa qilmadim. U o'zidan o'zi birinchi bo'lib hujum qildi. Aqldan ozgan qiz kabi. Buni va sanendan so'rab ko'ring. Oyi, men rostdan qo'rqyapman. U qo'rqib ketdim deyapti-yu. Ustoz, sizga ko'rsatadigan narsam bor. Buni hammasini o'zing ye. Bolalar, yaxshilab o'qinglar. Unga o'xshab tovuq yetkazib berishni xohlamasanglar.
Ruhiyni gapir rost ekanda. Xo'sh, nima bo'pti? Yurayim nimani noto'g'ri gapirdi? Siz shunchaki tovuq yetkazib beruvchi qizsiz xolasi-ku. Meni qizimga bunday gaplarni gapirishga qanday jur'at etdingiz, a? Xayolparastmisiz nima balo? Nimalar qilyapsiz, a? Rostdan, meni la'natlashga nima haqqing bor, a seni? Voy, o'ldim deyaver. Hoy, Dobondon shahrida meni yo'lbars deyishgan. Hoy, kim bilan o'yin qilayotganingni bilmayapsan, a? Qarab turgin. Men shunday qo'yib qo'ymayman bularni. Qamoqqa tiqaman, tushunarlimi? Hayotimda bundan-da dahshatli ayolni ko'rmagan edim. Uni o'ldirib qo'yishim ham mumkin edi. Suratga olmang, suratga olmang, suratga olmang. Yuzimdan ol buni. Go'ray korporatsiyasining raisi Chve Yon-shil haydovchisiga tajovuz qildi. Judayam yaxshi. Uning foydasiga ta'sir qiladi. O'zicha bizni qamoqqa tiqmoqchi edi-ya. Kaltaklangan joylar hali ham tuzalmagandir. Dada, o'sha ham o'shanda judayam zo'r qildi-da. Bilaman. Dobondoning yo'lbarsi qayoqqa ham ketardi. Oyjonim, birram zo'rsiz-da. Uni o'shanda nokaut qilish kerak edi. Mana. Tuzatish juda ham qiyin bo'ldi. Agar yana buzib qo'ysang, o'ldiraman. Siz eng zo'rsiz. Buni endi nima qilaman? Men qasos eslatmassiz yashay olamanmi? Shunday, menga endi buni keragi yo'q. Xayr, qasos eslatmasi. Rahmat. Men boshidan beri bitta narsaga qiziqaman. So'rasam bo'laradimi? Nima ekan? Men senga nimaga yoqaman? Birinchi marta ko'rganingdan beri yoqtirasanmi? Rostdan bilishni xohlayapsanmi? Javobim yoqmasligi mumkin. Sen Minaga o'xshaysan. Kim ekan? Mina?
Nahotki birinchi muhabbatimi? Mina kim? Ko'rsataymi? Seni ko'rganimda uni o'ylar edim. Yoqimtoy, yaxshi ovqatlanadi, yaxshi yeydi. Ishlarda endi. Boshida seni ko'rganimda xayolimga Mina kelardi. Endi esa Minani ko'rsam sen xayolimga kelyapsan. G'alati to'g'rimi? Men Minani har kuni o'paman. Mina bilan har kuni birga uxlaymiz. Unga hasad qilyapman. Nima? Unga hasad qilyapman. O'qi. Sen ham o'qi.